Tekinga Telegram kanaliga obunachilar qo'shish. Salom do'stlar, men bugun sizlarga Tekinga Telegram kanaliga obunachilar qo'shishni o'rgataman. Qanday bo'lsa videomizni boshladik. Birinchi bo'lib biz shu botni topib olamiz va botga start bosamiz va buyurtma berish degan tugmani bosamiz. Tekin xizmatlar degan bo'libni tanlaymiz va bu yerdan Telegramni tanlaymiz. Tekin obunachi deganini tanlaymiz va buyurtma berish tugmasidan bosamiz va 10 ta obunachi buyurtma berishimizni yozamiz, chunki eng maksimal 10 ta obunachi buyurtma bersa bo'ladi. 10 ta yozamiz, keyin esa kanalimizni havolasini tashlashimiz kerak va kanalimizni havolasini nusxalab olib va nusxalab olganimizdan so'ng botga tashlaymiz havolani va yuborish tugmasini bosamiz va buyurtmamiz qabul qilingandan so'ng kanalimizga obunachilar kelishni boshlaydi. 9 ta obunachi kelibdi. Do'stlar, bu 100% o'xshaydi. Videoga like bosib kanalga obuna qo'yinglar. Bot silkasini xuddi shu kanalga tashlab qo'yaman. Bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan telefoyda bo'ldi.